1 daqiqada yangi obraz taqinchoq yasash challenjiga xush kelibsiz. Avval materiallarni tanlaymiz. Bu oddiysidan nima chiqishini ko'ring. Oddiy materiallardan ajoyib taqinchoqlar yasaymiz. Xo'sh, bugungi abadogimiz kelinlarimiz va qizlarimiz uchun birdek mos tushadi. Bu abadogimiz ham juda trendga chiqdi. Sizlarga shuni yasash jarayonini ko'rsatib bermoqchiman. Men asli ish jarayonimni boshlaganimga 5 yil bo'ldi. Hozirda 3 ta farzandli onasiman. Shu farzandlarimdan ortgan vaqtimda sizlarga shunday challenge-ni ulashmoqchiman. Har xil taqinchoqlarni sizlarga qisman bo'lsa-da o'rgatib, manfaat bermoqchi. Siz ham yasab ko'ring. Siz qaysi rangda qilishni tanlaysiz? Kommentga yozing. Ko'proq g'oyalar uchun obuna bo'ling. Ko'proq